Toshkent davlat tibbiyot universiteti qo'l markazi ishladi. 5-iyundan boshlab Toshkent davlat tibbiyot universitetida qabul jarayonlari boshlandi. Abituriyentlar va ularning ota-onalari o'zlarini qiziqtirgan savollarga to'liq javob olishlari uchun universitetimizda tashkil qilingan qo'l markaz va maslahat markazlariga murojaat qilishlari va u yerdagi mutaxassislardan to'liq ma'lumotlarni olishlari mumkin. Maslahat markaziga tashrif buyurgan har bir murojaatchiga alohida e'tibor bilan markaz xodimlari tomonidan to'liq ma'lumotlar beriladi. Telefon orqali ma'lumot olishingiz uchun call center raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Qabulga oid barcha ma'lumotlar universitetimiz veb-saytiga joylashtirilgan.